Beruniyliklar uchun yana bir zo'r yangilik. Beruniyimizda yangi kameralar do'koni Hikvision o'z ish faoliyatini boshladi. O'zingizga mahkam bo'lish uchun menimcha hozirgi zamonda kamera o'rnatib qo'yish umuman hech kimga ziyon etmaydi. Bu do'kondan barcha turdagi xavfsizlik qurilmalarini xarid etishingiz mumkin. Bir chetdan boshlaymiz. Bu yerda siz domofonlardan uyga kim kelib turganini ko'rib turishingiz mumkin. Xalasangiz eshik ochasiz, xalasangiz ochmaysiz. Bu yoqda kodovoy panellar, ya'ni bular domlar uchun pastda eshikning magnetlari. Ya'ni eshik o'z avtomatik yopiladi. Kodovoy panel terilmagancha eshik umuman ochilmaydi. Chetda turib ko'rib o'tirishingiz mumkin bo'lgan kameralar ham barchasi shu yerda mavjud. Uyda ne gap so'z, kim naqa kirib turibdi, qachon kirib, qachon chiqib turibdi, hammasini pryamoy turdan to'g'ri ko'rib borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizda uzoqda olatag'in, ko'chalarga o'rnatiladigan 150 200, 300, 400 metrlab ham uzoqda sizga sifatli etib beradigan kameralardan shu yerdan topishingiz mumkin. Kunduz kun ham, kechda ham kadri chayilmay bir tur olatag'in Hikvision brendidan Color View kameralardan shu yerda topishingiz mumkin. Bu kameralardan ham har turli sifatlisini olishingiz mumkin. 2, 4, 6, 8 megapiksel har turli. Megapikselga qarab sizga sifatli etib kadrda beraveradi. Kamera o'rnatacaksınız, lekin to'xtam muammo bo'lib turibdi. Elektrik chaqirib yurgingiz kelmay turibdi. Va men sizga Topo brendining toza kelgan komplekt kamerasini tavsiya etaman. Sababi 1 yil umuman zaryadga qo'ymaysiz, to'q oparib yuringiz ham shart emas. Wi-Fi dan sizga o'zi berib turaveradi. Yana komplektda 4 ovi bo'ladi. 4 ovini 4 takka qo'yasiz, o'tirsangiz, bemalol uxlasangiz bo'ladi. Bu komplektning bahasi 2.750 ming so'm bo'ladi. 300 kundan so'ng zaryad o'lib qolsa nima bo'ladi? 300 kundan so'ng zaryad o'lib qolsa o'zi Type-C shnur. Type-C shnur taqasiz, 1 soat zaryad qo'ysangiz, ana yana 300 kun o'zi bilan o'zi o'g'ataveradi. Hozirgi vaqtda kameraning eng zo'r kerakli tarafi ko'rib turganingizda, hozirgi danli momentda biz video olib turibmiz. Ana shu video olib turgan momentimizni prямой efir etib ko'rsatib turibdi. Bu yoqqa o'tiradigan bo'lsak, boshqa kameraga, bu yoqqa o'tiradigan bo'lsak, boshqa kameraga, bu yoqqa o'tiramiz. Hamma taraflama video olinib turibdi. Siz Rossiyadamisiz, Qozog'istondamisiz, Toshkentdamisiz, siz bemalol uydan bo'lib turganini o'tirib, shunday programmaga kirib turib, barchasini ko'rib o'tirishingiz, barchasini guvohi bo'lib borishingiz mumkin. Ko'rsatgan kameralardan birisini siz xarid etacak bo'lsangiz, siz telefon nomeri qoldiramiz. Opsiyadagi nomerlar orqali bemalol xarid etishingiz mumkin. Xalasangiz do'konga kelib xarid etishingiz mumkin. Xohlasangiz Rossiyadan turib, shunday Telegramdan yo WhatsAppdan bog'lanib turib zakaz etsangiz, o'zlari olib borib hammasini o'rnatib beradilar. O'zlarining tajribali ustalari bor odamlar bilan birga ishlashib keltirgan. Endi manzilni ko'rsatib o'tamiz. Bu do'konning manziliga keladigan bo'lsak, bu yog'imiz 65-maktab, ya'ni Ibrahimov maktab. Bu yog'imiz bo'lsa, Beruniy haykaldan kelaverasiz. Ko'pirdan shunday o'tasiz. Shu yerda Beruniy gullari bor. Shunday o'tgan yeringizda Hikvision yozuvlar ko'zingiz tushadi. Barchangizni kutib qolamiz. Podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda Beruniydan nega siz o'tirib turganini hammadan birinchi bo'lib bilib borsangiz mumkin. Rahmat.